Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yangi ishlar, kattalar yotoqxonasi, katta spalni boshlayapman. Materialimiz LDSPdan, laminat qilingan DSP, rangimiz kashmir. Mana shu hamma detallarni krepleniyalarga teshib yig'ishdi. Bugundan boshlayman. Yig'ishda esa mana bu kravatni oldidagi tumichkalardan boshlayman, detallarni ajratib oldim. Bugun mana shu tumichkalarni yig'ib tayyorlab qo'yamiz. Ishlashda bo'lmasam davom etamiz. Hop, mana bugun kelib yana ishlar davom ettiryapmiz. O'ng tomonga, chap tomonga ikkitadan oynali, profilli ishlar bor. Shularni qo'shib shkafimiz tayyor bo'ladi. Hozir aka kravatni yig'aman. Mana ikkita oynaga bor. Ko'z o'chida turibdi, ularni olib kelib ustiga qo'yib bersak bo'ladi. Trimo ham tayyor deyarli. Oynaga qo'yish kerak ko'zgusini. Buni eshigini qo'yish kerak. Hop, kravatni spinkasini ikkita yonida mana ko'zgulari bor, mana germetikalar. Chiroyli qilib qo'ydik. Endi ikkita yoniga lola yopishtirsak tamom. Limoniga ham germetikalar qo'ydik. Mana bu yerda mana bor. Qurishini kutyapmiz. Shkafimiz bo'ldi. Yo. Tortmalar, ishkalar. Ayollar tomoni bu. Polkasi bilan bu erkaklar tomon. Bu yerda ikkita beshilka bor. Tiplar hammasi tiponda bossa ochilaveradi. Mana bu o'rtadan sanuzilga kirib ketilaveradi. Sanuzilga kirib ketilaveradi. Tumichkalar tayyor. Kravat ham tayyor. O'sha ikkita tomonga qo'ysak bo'ldi.
Hop, mana uzgularini ikkita yondagi osmonli bularni ham. Bularni aytadi. Bu palasaga mos kesilgan, sindirilgan. Bitta sindirilgan, ikkinchi sindirilgan. Narigi tomonda shunaqa. Palasaga mos qilib sindirilgan. Telefonda yaxshi effekt bermayapti. Chiroyli, yaxshi chiqdi. Shkaf, divonni ko'rtaring ko'ryapsizlarmi? Ukam kichkina bo'lib qolyapti divanning oldida. 220. 2 ekan bo'lmasi. Katta bo'ldi. Kataloggacha osib oldi.